Assalomu alaykum. Men pedagogika 102-guruh hisobot tavsiya bo'laman. Ha. Bu nima tartib raqamingiz? 684. 684. Xo'p. Men bu kitobni o'qib bo'ldim. Binafsha shulasi. Muallifi Usama Muslim. Juda yaxshi. Tafsilotlari haqida o'rtoqlashing. Xo'p. Bu kitobda o'qiganim boshida oddiy hikoyada deb boshlagandim. Unchalik qiziqmagandim, lekin oxiriga kelgandan keyin juda ham ko'z yoshlarga g'arq bo'lgan kitob ekan. Juda ham qiziqarli. Men tavsiya qilaman tengdoshlarimga. Bu kitobda asosan syujetlarida bitta mo'ysafid chol hamda qiz bo'ladi. Qiz kitob o'qishga juda ham qiziqmasligi sababli oddiygina binafsha gulini quritilganini qiyilaganda har kitob o'qiganda har xil joyda, hattoki o'simlik tanasida ham paydo bo'ladi bu kitobda. Bu kitobni o'qishni hammaga tavsiya qilaman. Juda ham zo'r. Juda yaxshi. Buni qabul qilaman. Mana bu kitob o'qimoqchisiz endi. Endi Ashali qushni o'qimoqchiman. Juda yaxshi. Xo'p.